Yaqında ijtimoiy uchur vositalarida tajovuzchi Xitoy kommunist hokimiyatining Sharq Turkistondan yana Uyg'ur qiz o'g'illarni, hatto yashanganlarni qo'l ishchi o'rinda arzon emgak chiqib ishiltish uchun turkumlab yurt makonlardan ayirib, avtobuslarga chiqarib, ishkiri o'lkalar va boshqa shaharlarga majbur olib ketayotgan echinishliqsin ko'rinishlari Xitoy virusi avjiga chiqib, aholining qattiq radikal karantin tadbirlari ostida turayotgan vaqtlarda o'tirg'i chiqishga boshlagan. Bu sin ko'rinishlardan yurtlardan ayrilish azobida ko'zlari yoshga to'lgan, Xitoy virusi yuqumidan saqlanish uchun maska taqgan yosh qiz o'g'illar va yashangan kishilarning amal chorasiz azoblanayotgan, majbur elib ketilayotganligidek ishki hissiyotni ko'rgili bo'ladi. Bu dal Amerika va Yevropadagi demokratik ellar Xitoy kommunist hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi qattiq tanqidlash va Sharq Turkiston xalqini qo'l o'rnida ishlatib, ishlab chiqarayotgan qonunsiz tovarga qarshi embargo yurgizayotgan mushundaq bir paytda o'tirg'i chiqishi Xitoy mustamlikchi hokimiyatining Sharq Turkiston xalqini qonunsiz qo'l o'rnida ishlatayotganligidan iborat razil mohiyatini dunyo jamoatchiligi oldida yushirib qololmaydiganligini yana bir qatim oshkorladi.